Salom do'stlar, bugun bir umrimda qilmagan bir ishni qilib ko'rmoqchiman. Birinchi etap 3-mi 4-kun adashmasam, mana shu jarayonga yetib keldik. Qani kamchiliklari ko'p. Va nihoyat bir hafta deganda mana tugatdim do'stlar. Bir ishga baho berasizlar. Birinchi marta umrimda hali bunaqa ish qilmagandim. Mana bir qiziqib bir qilib ko'rdim. Bemalol fikrlaringni kommentariyga yozsalaring bo'ladi. Zakazlab olamiz. Zakazlar kvadrati $100 dan.